Yo, Kitsune desu va bugundan boshlab yapon tilini o'rganishni boshlaymiz. Saiko! Qani ketdik. Yapon tili o'zi qanday til? Yapon tili Sharqiy Osiyo tili bo'lib, na Xitoy tiliga va na Yevropa tillariga qarindosh emas. Ilgariroq yapon tilini Oltoy tillariga kiritishga urinishlar bo'lgan, ammo bu nazariy ilmiy jihatdan tasdig'ini olmagan. Ammo fikrimcha yapon tili o'zbek tiliga rosa o'xshab ketadi. Masalan, qo'shimchalar orqali ham o'zbek tilida ham yapon tilida gapning ma'nosi o'zgaradi va fe'l gapni oxirida keladi. Bitta gapni olamiz. Watashi wa nihongo benkyou shimasu. Men yapon tilini o'rganyapman. Ko'rganinglardek watashi wa bu men, nihongo yapon tilini aynan n qo'shimchasi bu yerda o qo'shimchasi bilan birga bir xil funksiyani bajaradi. O'rganyapman esa benkyou shimasu. Ana shunaqa. Shunga ingliz tiliga, rus tiliga o'zbekcha gaplarni tarjima qilganinglarda fe'l bilan ega gapni joyini almashtirib bir balo qilib o'tirasizlar-yu, bu yerda bu ko'pincha shart emas. Yapon tilini yozuvi qanday? Yapon tilida 3 xil yozuv tizimi bor. Bu ikkita alifbe, hiragana, katakana hamda iyerogliflar tizimi kanji. Hiragana birinchi alifbe bu yapon tilida grammatik qo'shimchalar, mana shu va, o qo'shimchalari ularni yozish uchun hamda yaponcha so'zlarni yozish uchun xizmat qiladi. Katakana bu qattiqqani deyiladi. Yana bilmadim o'zbekchasiga shunday deyilarmidi. Qattiqqani, katakana. U aynan chet eldan kelgan yozuvlar uchun xizmat qiladi. Siz va bizning ismlarimiz yapon tilida aynan katakana bilan yoziladi. Va bu ikkinchi alifbe. Birinchi alifbe hiragana, ikkinchisi katakana. Birinchi alifbe hiraganadan sizlar bilan yapon tilini o'rganishni boshlaymiz. Uchinchi yozish tizimi bu kanji, ya'ni iyerogliflar. Ular 6-asrda Xitoydan Yaponiyaga kirib kelgan savdo yo'li orqali va Yaponiyada qandaydir joylashib olishgan yapon tilida. Ular yaponcha so'zlar uchun xizmat qiladi. Masalan, bitta so'zni olaylik. Hashi so'zi. U ham ko'prik, ham ovqat yeydigan tayoqchalarni anglatadi. Qaysi biri qaysiligini bilish uchun kontekstga sho'ng'ish shart emas. Shunchaki iyerogliflar har xil bo'lgani uchun tushunib olishimiz mumkin. Masalan, bizda o'zbek tilida agar bir xil so'z uchrab qolsa, kontekst orqali bilishimiz mumkin. Ularda esa iyerogliflar orqali bilib olsa ham bo'ladi, kontekstga sho'ng'ish shart emas. Mana shunaqa. Hozirda shu darsimizni shu yerda tugatamiz. Tanishuv darsi bo'ldi. Keyingi darsdan boshlab hiraganani o'rganishni boshlaymiz. Hammaga xayr!